Assalomu alaykum. Muhim voqealar, muammolar, tanqid va tahlil bularning barchasini o'z ichiga olgan Rost Nighting Talk Show'si yana efirda. Assalomu alaykum. Bugun har birimiz qatnashayotgan, ammo hammamiz ham asl mohiyatini tushunmayotgan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish mavzusida suhbatlashamiz. Bizda ekspertlar guruhi bor. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Assalomu alaykum, studiyamizda xush ko'rdik. Umuman olganda, sizga birinchi savolim bor. O'zbekistonda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish umummilliy harakati va uning ahamiyati nimadan kelib chiqib bu nima desam bo'ladi, jarayon boshlandi va nima maqsadda? Marhamat. Umuman olganda ro'yxatga olish jarayonlari juda yirik tadbir, umummilliy tadbir. Ro'yxatga olish tadbirlari eng yirik hisoblanadi va bu tadbirni o'tkazish Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tavsiya etiladi. Butun dunyodagi barcha davlatlarga har 10 yilda ro'yxatdan o'tkazish tavsiya etib boriladi. Shundan kelib chiqib, har 10 yillikda raundlar e'lon qilinadi. Har 10 yillikda e'lon qilingan raundlarda savollar tarkibida sal o'zgarishlar bo'lishi mumkin, lekin asosiy savollar o'sha raundlarda belgilanadi. Shundan kelib chiqib, davlatlar o'zlarining imkoniyatlaridan kelib chiqqan holatda ro'yxatga olish ishlarini o'tkazishadi. Bizda bu jarayon 19-yilda o'sha 20-yilga raund atrofida qatnashish uchun 19-yilda harakatlar boshlangan. 20-yilda 2020-yilda ro'yxatga olish to'g'risida qonun imzolangan va shundan keyin pilot tariqasida, ya'ni sinov tariqasida ro'yxatga olish ishlari amalga oshirilgan. Va 2025-yilning 19-sentyabr sanasida davlat rahbarining alohida maxsus farmoni bilan 2026-yilning 15-yanvaridan 2026-yilning 28-fevralga qadar ro'yxatga olish tadbiri o'tkazilishi belgilangan. Va bu ikki bosqichda, demak, birinchi bosqichda 17 kun mobaynida, demak, fuqarolar o'zlari erkin savolnomani mustaqil tarzda onlayn to'ldirishlari belgilangan va birinchi bosqichda onlayn ro'yxatdan o'tmagan fuqarolar uchun ikkinchi bosqichda, ya'ni 4-28 fevral kunlari mahalla yettilik vakillari uyma-uy yurib planshet qurilmalariga ma'lumotlarni kirishi belgilab o'tilgan. Ikkinchi bosqichda mahalla yettilik vakillari ro'yxatdan o'tkazishadi. Va yana bir narsani tushunishimiz kerak, bu jarayonda mahalla yettilik vakillari uyma-uy yurgan holatda ham qaysidir fuqaro qatnashmayman, menga nima beradi bu tadbir, nima uchun qatnashishim kerak degan savollarni o'rtaga tashlashi mumkin. Aynan o'sha savollarga javob nuqtai nazaridan men yuqoridagi misolda aytdim, ya'ni siz ertaga shu ro'yxatdan tushib qolsangiz, siz va sizni farzandingiz uchun o'sha maktab, bog'cha, tibbiy xizmatlardagi bitta joy yo'q bo'ladi. Ertaga siz davlatning o'sha ya'ni tibbiy xizmatidan foydalanish uchun borganingizda siz uchun o'rin bo'lmasligi, joy bo'lmasligi, kechirasiz deyiladi. Bu kechirasiz. Ya'ni o'zingiz uchun muammo yuzaga kelishi mumkin. Shu nuqtai nazardan bugun davlatning bosh ro'yxatida, ya'ni ro'yxatga olish jarayonlarida qatnashish aynan fuqaro uchun ham muhim ekanligini eslatib o'tamiz. Rahmat. Qo'shimcha qilmoqchiman. Marhamat. Ayni mana shu savolga siz maqsadini so'radingiz. Asosiy ikkita katta maqsad bor. Birinchisi bu milliy darajadagi maqsad, ya'ni bu har 10 yilda o'tkazilishdan asosiy maqsad 10 yillik, 5 yillik kelgusidagi rejalarni yoki strategiyalarni tasdiqlash uchun aniq raqamlarni shakllantirishdan iborat. Xalqona tilda aytadigan bo'lsa, insonlar hayotini yaxshilashga qaratilgan bitta tadbir. Ya'ni ertaga men ro'yxatdan o'tishim, mana yuqorida hamkasbimiz aytdilarki, men ro'yxatdan o'tsam, ertaga men uchun infratuzilma yaxshilanadi. Bu suvda, gazda, svetda yoki o'sha kanalizatsiyada, internetda yoki boshqa yo'nalishlarda bo'lishi mumkin. Bu birinchi milliy darajada, ya'ni qarorlar qabul qilish va aholini sifatli ijtimoiy xizmatlardan foydalanishini ta'minlaydigan bitta jarayon bo'lsa, ikkinchi tomoni bor buni, ya'ni xalqaro darajada. Nima uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti bizga buni tavsiya qilyaptiki, bir necha yillardan beri O'zbekiston Respublikasida ushbu jarayonni o'tkazish kerak degan masala. Sababi xalqaro taqqosiylikni ta'minlash maqsadida. Ya'ni dunyo aholisini bugungi kundagi holati, dunyo aholisi qayerda, qanaqa sharoitda yashayotganligi hamda oziq-ovqat xavfsizligi. Chunki biz aholi bilan birgalikda qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirini, ijtimoiy kelib chiqishlar ham inobatga olinadi. Albatta, biz faqatgina aholi ro'yxatga olish deganda faqatgina O'zbekiston Respublikasi rezidentlari, ya'ni o'zini fuqarolarini emas, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar hamda chet el fuqarolarini ham ro'yxatga o'tkaziladi. Shunda bitta ma'lumot kelib chiqadi. Xalqaro misol uchun Amerikaning bitta fuqarosi O'zbekistonda yashaydi. O'zbekiston bir necha fuqarosi misol uchun Rossiyada istiqomat qilayotganligi to'g'risida taqqoslash imkoniyati bo'lishi. Raqamlar ham o'zgarishi mumkin. Deylik, hozir 40 millionga yaqin aholimiz bo'ladigan bo'lsa, 50 million ham bo'lishi mumkin, 38 milliondan. Albatta, raqamlar kamroq bo'lishi ham mumkin, ko'proq bo'lishi ham mumkin. Bu ma'lumotlarni yig'ib olib, qayta ishlab, tahlil qilinganda, o'sha dastlabki ma'lumotlar e'lon qilinayotganda bu narsa ko'rinadi. Va shu bilan birga berilgan ma'lumotlar yolg'on bo'lishi ham mumkin. Bu qanday aniqlanadi? Albatta,
bunga yechim bor, ya'ni muqobil ma'lumotlar bazalari bor, ya'ni bizada o'sha platformani ichida mantiqiy kuzatuv nazorat tizimi o'rnatilgan. Bu qanaqa ishlaydi deydigan bo'lsak, masalan, barcha savollar bir-biriga bog'langan. Ya'ni serverlar yuklamaga dosh beradimi? serverlar Chunki birdaniga shuncha ma'lumot. albatta, mana yuqorida aytib o'tildi, biza bu jarayonga tayyorgarlik bosqichi 2019-yilda boshlangan. Ya'ni ro'yxatga olish konsepsiyasini ishlab chiqish bo'yicha prezidentimiz qarorlar qabul qilingan. Shundan keyin qonun qabul qilingan, keyin yana farmon, yana qaror, ya'ni huquqiy baza yaratildi, infratuzilma yaxshilandi hamda tayyor bo'lgandan keyin, hamma resurslarimiz yetgandan keyin bu jarayon boshlangan. Shu sababli ham, ya'ni kimdir noto'g'ri ma'lumot beradigan bo'lsa, bizda muqobil ma'lumotlar bazasi bor. Bu qayerdan shakllanadi? Boshqa vazirlik idoralarining ma'lumotlaridan, masalan, Adliya vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, kadastr ma'lumotlar asosida taqqoslanadi. Bu birinchi ko'rinishi bo'ladigan bo'lsa, buni tekshirish imkoniyati. Ikkinchidan, fuqarolik pozitsiyasi degan tushunchamiz borda. Ya'ni fuqarolar o'zlari to'g'risida yolg'on ma'lumot berishlari o'zlarining kelajaklariga zarar yetkazib qo'yadi. Ya'ni oila tarkibi haqida gaplashaylik. Misol uchun, bitta oilada 6 kishi yashaydi, 4 er xotin va 4 ta farzandi bor. Bittasini kiritib qo'yishdi. Ammo bizda Adliya vazirligini axborot tizimi mavjud. Oila tarkibi to'g'risida albatta o'sha ularga noto'g'ri signal boradi. Ya'ni qanaqa birinchi onlayn ro'yxatga olish jarayonida ularning sertifikatini to'ldirib, sertifikat olgandan keyin olish bosqichida ham, o'zi to'ldirish jarayonida ham bu narsa bir-biriga bog'langan savollar. Lekin agar sertifikat olgan taqdirda keyinchalik sertifikat tugma bo'limiga kiradigan bo'lsa, o'sha yoqda sizning ma'lumotlaringizda kamchilik bor. Misol uchun, oila tarkibida, qishloq xo'jaligi yo'nalishida degan masalalar bo'ldi. Agar onlayn ro'yxatga o'tish jarayonida xatolik bilan o'tib ketgan bo'lsa, kamchilik bilan o'tib ketadigan bo'lsa, mana bugun to'g'rilanyapti. Ya'ni 4-fevraldan 28-fevralgacha xato, kamchilik va umuman topshirmagan aholimiz ro'yxati mahalla yettiligiga taqdim etilgan va ular o'sha o'yma-o'y yurib, o'sha avval olgan, sertifikat olgan, to'ldirgan, unda bor sertifikati, ro'yxatga o'tganlik to'g'risida ma'lumoti bor. Lekin xato, kamchilik bilan to'ldirganligi aniqlangan statistika idoralari tomonidan va mahalla yettiligiga taqdim etilyapti. Ular ko'rib chiqishyapti-da, o'sha hududga, o'sha aholi punktiga borib, o'sha narsani to'g'rilash ishlarini amalga oshirishmoqda. Rahmat. O'zi gapimizdan kelib chiqib ham mana mahallaga to'xtalamiz endi. Bu qo'shimcha yuklama degani. Bunga mahalla yettiligi tayyormi? Mahalla yettiligi tayyormi degan savolingiz Biz hamisha tayyormiz. Juda ham o'rinli. Yo'q, hamisha tayyorlik emas, juda ham o'rinli savol bo'lishi bilan bir qatorda men buni aytib o'tishim kerak. Biza bu qishloq xo'jaligini, aholini ro'yxatga olish boshlanishidan bir qancha oldin ma'lumotga ega edik. Ma'lumotga ega bo'lganimizdan tashqari shahar statistika boshqarmasi, tuman statistika boshqarmasi, hokimlikdagi mutasaddilar hammasi shtablar kelib, shtablar tashkil qilishdan ham oldin umumiy yettilikni hammasini yig'ib olib ular o'qitildi. Ular birovni o'yiga taqillatib borgandan keyin kim chiqadi, nima muomala qiladi, hozir bir ikkita narsalarni aytdingiz. Mana shunaqa bo'lar ekan, yolg'on ma'lumot berish. Yolg'on emas, u bilmay qolgan. O'zi ham ma'lumotga ega emas. O'zi ma'lumotga ega-yu, lekin shuni kiritish kerakligini bilmagan. 15 kvadratgina uni bir yashashdan tashqari do'koni bor ekan. 15 kvadrat. Buni bizaga kelyapti, yana qaytib kelyapti-da, bu inson to'g'risidagi ma'lumot to'liq emas. Kadastrda muammosi bor. Kadastr qarashsin deb. Keyin men boryapman uyiga. Mendan yoshroq yigit. Uka, siz nega bu yerdan o'tmayapsiz? Hammasini to'liq qilgan bo'lsangiz, to'xtang, meni 15 kvadrat do'konim bor. 15 kvadrat do'konni kirgizmagan ekanman. Kadastr ma'lumoti deganda shunaqa deb, hali 15 kvadrat kirgizganimizdan keyin to'g'ri deb qabul qildi shuni. Tushuntira oladimi? Hozir bir odamlar bo'ldi, boshida hali onlayn kirganda endi 5-10 ta bolaliklar bor, boshqasi bor, o'zi o'tib ketdi, davlat ishida ishlaydi, ulardan sertifikat talab qilindi-da. Darrog'ini o'zini kirgizib, bolalari esidan chiqib qolgan payti bo'ldi. Keyin biz yana qaytib uyiga bordik, bolalaringiz esidan chiqib qolibdi-yu, tashlab ketibsiz bularni. Ularni kirgizib oling dedik. Shundan keyin hali to'g'rilash ishlari olib borildi-da. Demak, mana shu javobingizdan kelib chiqib, yashirin iqtisodiyot ro'yxatga olish jarayonida ham to'liq qamrab olinar ekan-da, to'g'rimi? Xuddi shunday. Hozir biza ko'p mana mahallada uyma-uy yurganimizda hali yashirin iqtisodiyot dedingiz. Yashirin iqtisodiyotni ham o'zi ildiziga bolta urilib bo'lganda, u o'tda 3 berib ko'rmayotgan joylari mumkin bo'lsa bordir, lekin bu statistika ma'lumotlarida, mana hozirlar aytib o'tdinglar, mana yuqorida hamkasblar gapirib o'tishdi. Xo'sh, agar mabodo bugun men
atiydan yoki boshqa qilib bir yolg'on ma'lumotni berib kimnidir yashirib qoladigan bo'lsam, ertaga men yashirib qolgan odamlarga o'rin yo'q, o'zimga bo'lishi mumkin. Men o'zim o'tganman. Lekin yashirib qoldirilgan farzandlar bormi? Ertaga ularni masalan aytaylik, maktabga borish kerak, partiya kerak, institutga borish kerak, unga o'tiradigan joy kerak, больницаga yotamasa ko'yka kerak. Qo'yinchi butun bizani insoniyatga kerak bo'ladigan hamma narsani rejasini qilib oladigan bir poligoncha ekanda bu. Tushuntira oladimi? Shu yerda agar hammasini donalarni joy-joyiga qo'yib olsak, ertaga biz hamma yoqdan aylanib kela olamiz. Faqat o'zimiz emas, kelajagimizga, 10 yildan keyin keladigan farzandlarimizga ham bu katta bir yengillik imkoniyati. Demak, faqatgina tadbirkorlik subyektlari emas, farzandlarini yashirish holatlari ham bo'ldi. Shunaqalari ham yashirish emas, esdan chiqib qoladiganlari bo'lib qoldi. Mana shunaqasi bo'ldi o'zi. Haqiqatda ishxonasidan hozir berasan deb turganda katta yoshli odam o'zini farzandlari bo'lsa, navaralari esdan chiqib qoldi. Sertifikat olib borsam ishim bitar ekan deb o'ziga sertifikat olib olgan. Mana xuddi shu bugun Qozog'iston fuqarosi bittasi, men bizda bor shunaqasi. Hozir men bu yoqqa chiqishimdan oldin keldi. Institutda o'qir ekanlar. Hamma o'tgan, men o'tmaganman, qolib ketib qolibman deb. Men uni kelgan statistika bo'limiga chiqdim bu yerdan. Bu Qozog'iston fuqarosi ekan. Bizdan o'tishda qolib ketib qolibdilar. Oilasidan qolib ketdi. Nima qilsan deb. Bitta narsa aytib o'tishimiz kerak. To'g'ri aytdilar. O'z ro'yxatga olishni bitta muhim qismi bor, ya'ni mohiyati bor. Ya'ni O'zbekiston hududida ro'yxatga olish jarayonida kim bo'lishidan qat'iy nazar, O'zbekiston Respublikasi fuqarosimi, fuqaroga shaxsmi yoki umuman boshqa chet el fuqarosimi, turistmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar o'sha ro'yxatga olish jarayonida O'zbekiston hududida bo'ladigan bo'lsa, ro'yxatga olinishi kerak. Albatta ishtirok etadi. Albatta ishtirok etish kerak, chunki bu o'sha davrdagi fotosurati deyiladi. O'sha fotosurat, endi uni kim, qaysi davlat fuqarosi, O'zbekiston fuqarosimi, yo'qmi, buni biz statistika idoralarining vazifasi hisoblanadi. O'zini aholi sifatida olish yoki olmasligi. Xalqaro tashkilotlarning tavsiyasi bo'yicha ro'yxatga olish ma'lumotlarini tahlil qilish va shakllantirish bo'yicha ma'lum bir uslubiyat mavjud. Uslubiyat ishlab chiqilgan. Shu uslubiyatga muvofiq ma'lumotlar kelgusida yakuniy ma'lumotlar e'lon qilinadi. Ushbu jarayonda demak, agar chet el fuqarosi 1 yildan ko'p O'zbekiston Respublikasi hududida yashayotgan bo'lsa, demak u O'zbekiston Respublikasi aholi sifatida olinadi. Agar O'zbekiston Respublikasining fuqarolari 1 yildan ko'p chet elda yashayotgan bo'lsa, demak o'z-o'zidan bu o'sha yashayotgan davlatning aholi sifatida olinadi. Bu nega bunaqa degan savolga boshqa davlatlarda ham ro'yxatga olish bo'ladi. Demak, o'sha ro'yxatga olishda bitta fuqaro ikkita davlatda 2 marta o'tib qolmasligi hisobga olgan holda xalqaro tashkilotlar tomonidan mana shu tavsiya ishlab chiqilgan. Bizda mavzuga doir lavha, ya'ni ijtimoiy so'rovnoma bor. Rejissorlarimizdan iltimos qilamiz monitorga olishlarini. Marhamat. Mustaqil O'zbekiston tarixida birinchi bor amalga oshirilayotgan aholini ro'yxatga olish jarayonini bir qarashda shunchaki statistik ma'lumot sifatida ko'rinishi mumkin, ammo buning ahamiyati juda katta. Bu jarayon davlat boshqaruvining eng asosiy vositasi hisoblanib, aniq raqamlarsiz iqtisodiyot, ijtimoiy siyosat hamda infratuzilmani rejalashtirish imkonsiz. Sababi aynan shu muddat ichida jamiyat tarkibi sezilarli darajada o'zgaradi. Xo'sh, yurtdoshlarimiz aholini ro'yxatdan o'tkazish jarayonlarini qanday baholamoqda? Uydagilar bilan ro'yxatdan o'tdik. Ha, ro'yxatdan o'tdik. Qiyinchilik bo'lmadi. Endi studentmiz. Raqamli texnologiya bilan telefonlarni bilamiz. Birinchi o'rinda men platformaga tushunmadim. O'sha hamkasblarimiz orqali o'tib oldik platformadan. O'zi bu ro'yxatdan o'tish bizga qanaqa foyda keltiradi? Bu ro'yxatdan o'tish o'zi tarixda ma'lumki, doimo shu har qanaqadir periodda 20-25 yilda bir marta shu demografiyani aniqlash uchun so'rovlar o'tkazilib, shu davlatni qancha aholi yashashi, umumiy statistikani chiqarib olish uchun shunaqa jarayon kechadi va bizda ham menimcha hozir shunaqa bo'lyapti. Ro'yxatdan o'tkazish jarayoni bizga ko'p foyda keltiradi. Masalan, statistika qo'mitasi bor o'zimizda. O'sha statistika qo'mitasi aholini qanaqa holatda yashayapti, qanaqa narsalari bor, nimalarga ehtiyoji bor, o'shalarni bilish uchun mana shu narsa juda ham muhim hisoblanadi. O'zi aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish bizga nima beradi? O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini, kelgusidagi yo'llarini, istiqbollarini belgilashda va O'zbekiston aholisiga qarab, ularning yashash imkoniyatlari va ularga qulayliklar yaratish maqsadida o'ylab topilgan loyiha deb hisoblayman va barcha yurtdoshlarimizdan ushbu jarayonda befarq bo'lmagan holda faol ishtirok etishga chorlab qolaman. Navbatdagi savolim Javlon aka sizga bo'ladi. Adashmasam qishloq xo'jaligiga yo'nalishingiz. Mana yuqorida bir necha marotaba o'sha aholini ro'yxatga olishni o'zi mohiyat haqida gaplashib o'tdik. Qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish o'zi nimaga kerak? Albatta, o'ta o'rinli savol. Aholini va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish
statistika sohasida, umuman qishloq xo'jaligi statistikasi sohasida bir ijobiy qadam bo'ldi desam adashmayman. Sababi qishloq xo'jaligida o'sha oziq-ovqat xavfsizligi nuqtai nazaridan, yerdan samarali foydalanish nuqtai nazaridan, narxlar barqarorligini, oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini barqarorligini saqlash nuqtai nazaridan juda muhim ma'lumotlar manbaiga ehtiyoj mavjud edi. Sababi oxirgi yillarda xabarlaringiz bor. Katta tashabbuslar bilan o'sha dehqon xo'jaliklari tashkil etildi. Oxirgi 3 yillikda 800 mingga yaqin dehqon xo'jaliklari tashkil etildi. O'sha samarasiz foydalanayotgan yerlardan o'sha sug'oriladigan yerlardan dehqon xo'jaliklariga ajratish orqali ularni bevosita o'sha ishlab chiqarish faoliyatiga jalb etildi. Endi ularni natijalarini ko'rish, tahlil qilish, ularga qanday ehtiyojlar mavjud, qanaqa resurslarimiz bor nuqtai nazardan baribir o'sha ro'yxatga olish muhim hisoblanadi qishloq xo'jaligida ham. Yana buni lekin qishloq xo'jaligida juda ham savollar ko'pda, shuni o'zinglar tuzganmizlar, qiynalib ketar ekan odam bor. O'zi umuman savollar nima asosida tuzilgan? Savollar o'sha xalqaro tavsiyalar asosida tuzilgan. Qo'ziqoringacha bo'lgan savollar chiqdi. Albatta, endi bizda nima yetishtirilishi mumkin bo'lsa, hammasi qo'yilgan. Masalan, sizda yetishtirilmasligi mumkin, boshqa xonadonda yetishtiriladi o'sha. O'sha mahsulotlar bo'yicha imkoniyatlarimiz qanday o'zi? Resurslardan to'g'ri foydalanyapmizmi, yo'qmi? Yerdan umuman to'g'ri foydalanyapmizmi, yo'qmi? Aniq o'rganish talab etiladi-da. Shu nuqtai nazardan o'sha keyinchalik boshqaruv qarorlarini qabul qilish qishloq xo'jaligida uzoq muddatli strategiyalarni ishlab chiqish, qishloq xo'jaligini prognozlash, to'g'ri prognozlash maqsadida bu ma'lumotlar manbai juda muhim manba hisoblanadi-da bizga. Yuqorida hamkasbimiz aytib o'tdilar, mana o'sha infratuzilmani xalq uchun ishlab chiqishga foydalanadi. Qishloq xo'jaligida ham bu ma'lumotlar xuddi shu infratuzilmani ishlab chiqishga, suv ta'minoti ko'rgan bo'lsangiz savollar bor yerda. Yerdan foydalanish, o'g'itlardan foydalanish to'g'risida ma'lumotlar bor. O'sha eksport salohiyatimizni ham ko'rishga imkon beradi. Sababi qaysi hududlarimizda qanaqa mahsulotlar yetishtirilyapti, qaysi turdagi mahsulotlar yetishtirish imkoniyati bor, suv ta'minoti qanaqa degan savollarga aniq, to'liq javob olinadi. O'sha aytish mumkin bo'lsa, o'sha kuzatilmaydigan iqtisodiyotimiz, ya'ni aholi uy xo'jaliklari, dehqon xo'jaliklari tomonidan ularni faoliyat natijalari to'liq o'rganiladi. Rahmat. Yana bir muhim masala bor bu joyda. Alohida oziq-ovqat xavfsizligi masalasi bor. Umuman olganda Birlashgan Millatlar Tashkiloti aholini ro'yxatga olishni, qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishni har 10 yilda o'tkazishni davlatlarga tavsiya beradi. Rivojlangan davlatlar tajribasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, demak aholini 10 yilda, ayrim davlatlar 5 yilda o'tkazish holatlariga guvoh bo'lsak, qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishni aksariyat rivojlangan davlatlar har 5 yilda o'tkazadi. Nega aholiga nisbatan qishloq xo'jaligini har 5 yilda tezroq o'tkazishiga asosiy sabab bu o'sha yuqorida aytganimizdek oziq-ovqat xavfsizligi. Ya'ni qaysi hududda qancha mahsulot yetishtirilayotgani, demak bitta davlat miqyosida yoki umuman tuman yoki o'sha eng quyi bo'lgan mahalla miqyosida tushadigan bo'lsak, o'sha mahallada yoki tumanda yetishtirilayotgan mahsulotlar o'sha tuman aholisini yoki mahalla aholisini ehtiyojini qoplaydimi yoki yo'qmi? Agar o'sha tumanda yetishtirilayotgan mahsulot o'sha tuman aholisi ehtiyojini qoplamasa, o'sha tumanga boshqa hududdan o'sha mahsulotlarni import qilish kerak. Aholini oziq-ovqat xavfsizligiga alohida e'tibor berish kerak degan masalalar ham aynan shu aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish natijasida shakllanadigan ma'lumotlarga bog'liq. Manda bitta savol bordi, deylik, misol uchun migratsiyaga fuqarolarimiz chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Ya'ni qaysi ma'noda aytmoqchiman? Barcha oilaviy chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Misol uchun u yerda mahalla yettiligi ham borib ro'yxatga ola olmaydi. Bunda qanaqa uni ro'yxatini shakllantiramiz? Chunki xorijda oilasi bilan istiqomat qilyapti, ma'lum muddatdan so'ng O'zbekistonga qaytib keladi. Yoki xorijdagi elchixonalarimiz orqali foydalanamizmi? Juda o'rinli savol bo'ldi. Endi boya boshida aytib o'tganimizdek, demak O'zbekiston Respublikasi fuqarolari hamda O'zbekiston Respublikasida yashaydigan barcha shaxslar ro'yxatga olinishi belgilangan. Endi ushbu jarayonda birinchi navbatda ikkita bosqichli qilishning sababi shundan iboratki, chet eldagi fuqarolarimizni bevosita O'zbekistonga kelmasdan o'shani o'zidan onlayn shaklda ro'yxatdan o'tish imkoniyati yaratildi. Ushbu jarayonga targ'ibot, tashviqot ishlari to'g'ridan to'g'ri Tashqi ishlar vazirligi bilan hamkorlikda amalga oshirildi. Hamda integratsiya qilingan.
albatta integratsiya qilingan bemalol dunyoni xohlagan joydan, misol uchun bizda misol uchun tungi vaqt bo'lishi mumkin, misol uchun boshqa davlatlarda kunduzi bo'lishi mumkin. Xohlagan paytda uni onlayn ro'yxatdan o'tish imkoniyati yaratilgan. Onlayn ro'yxatdan o'tish jarayonida demak asosiy qism ro'yxatdan o'tildi hamda bu yoqdagi sizni savolingiz bo'yicha, ya'ni O'zbekiston Respublikasida uy-joyi mavjud, lekin hozirgi kunda O'zbekistonda bo'lmagan chet el fuqarolari bo'yicha mahalla yetiligi vakillari bevosita bugungi kunda uyga borgan holda Uyda yo'q bo'lsa-chi? demak chet eldagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun demak onlayn ro'yxatdan o'tmaganlari bo'yicha bugungi kunda bevosita mahalla yetiligi tomonidan o'sha xonadonga borish orqali ular bilan bog'lanish imkoniyati bo'lsa demak bog'laniladi. Agar bog'lanish imkoniyati bo'lmaydigan bo'lsa, ularning yaqin qarindoshlaridan qaysidir ma'lumotlarni olish imkoniyati bo'yicha kiritiladi. Agar buni ham imkoniyati yo'q bo'ladigan bo'lsa, bu jarayonda ushbu hududda o'sha xonadonda yashovchilar bo'yicha ma'muriy ma'lumotlar mavjud bir nechta tashkilotlardan. O'sha ma'muriy yoki mahalla idorasining o'zida ham ayrim ma'lumotlar bor. O'sha orqali demak ma'lumotlarni to'liq jamlash imkoniyati yaratiladi. Rahmat. Boya aytib o'tdingiz, mutaxassisimiz tomonidan aytib o'tildi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan har 10 yilda ro'yxatga olish tavsiya etiladi deb aytib o'tdingiz. Oxirgi marta mamlakatimizda qachon tashkil etilgandi ro'yxatdan o'tkazish ishlari? Bu jarayon 1989-yilda mamlakatimiz hududida o'tkazilgan, lekin mustaqil O'zbekiston tarixida hozirgi o'tkazilayotgan tadbir ilk hisoblanadi, ya'ni birinchi marotaba o'tkazilyapti. Avvalo bunga shuni alohida e'tibor qilib aytishimiz kerakki, bu tadbirni o'tkazish xalqaro tashkilotlar tomonidan tavsiya etiladi, lekin davlatlar o'zlarining imkoniyatlaridan, ehtiyojlaridan kelib chiqib e'lon qilingan raundlarda qatnashishadi. Bizda ham mana davlat rahbari ushbu tadbirni muhimligini, ahamiyatini inobatga olib, ushbu tadbirni o'tkazish bo'yicha o'sha alohida topshiriqlar berildi, farmon, qonun loyihasi ishlab chiqildi va pilot tariqasida o'tkazish uchun qarorlar chiqdi. Vazirlar Mahkamasi qarorlari, umuman davlat rahbarining o'zlari bunga bosh-qosh bo'ldi. Ya'ni siyosiy iroda bilan ushbu tadbirni o'tkazishga alohida e'tibor qaratildi va mazkur tadbirni o'tkazishdan oldingi farmonda har bir detaligacha, ya'ni qay tartibda o'tkaziladi, qaysi muddatda o'tkaziladi, kimlar bunga mas'ul bo'ladi, qay darajada ishlarni amalga oshiriladi, byudjet masalasi barchasiga alohida bu bo'yicha yechim qilib berildi. Va jarayon davomida ham shaxsan ushbu masala nuqtai nazaridan davlat rahbariga doimiy hisobotlar berib kelindi va bu jarayon hozirda ham davom etmoqda. Umuman respublika shtablari tuzildi, hukumat rahbari boshchiligida respublika shtabi tuzildi, hududlarda alohida shtablar tuzildi. Umuman jarayonga yaxshi tayyorgarlik bilan kirib borildi. Ro'yxatga olishni birinchi bosqichi yakunlandi. Ilk xulosalar qanday? Ro'yxatga olish o'sha birinchi bosqichi natijalari bo'yicha gapiradigan bo'lsak, ya'ni o'sha ro'yxatga olish jarayoni boshlanishidan avval o'sha onlayn ro'yxatga olish jarayoniga qanchalik fuqarolarning tayyorligi, ya'ni fuqarolarning huquqiy ong va madaniyat qancha shakllanganligi nuqtai nazaridan kutilmalarimiz bo'lgan, lekin birinchi o'sha jarayon tugagandan keyin bu hayratlanarli darajada ijobiy yakunlandi. Ya'ni MDH davlatlari orasida rekord darajada, ya'ni onlayn ro'yxatga olish davrida 82,3%, ya'ni mamlakatimizda mavjud aholi o'sha xonadonlar sonining 82,3%. Bu raqamlarga keladigan bo'lsak, 30 milliondan ortiq aholimiz ro'yxatdan o'tganligi bu juda ham katta quvonchli voqea bo'ldi va bu narsa shu narsani anglatadiki, ya'ni fuqarolarni ana shu aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiriga shu bilan birga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy iqtisodiy jarayonlarga munosabatlari ijobiy ekanligini hamda o'ta o'zlarining qiziqishlari, o'zlarining kelajaklariga bo'lgan munosabatlarini ko'rsatib berdi desak adashmagan bo'lamiz. Sizga savolim borda, agar ro'yxatga olish natijalari kutilgan raqamdan farq qilsa, ular ochiq e'lon qilinadimi? Ro'yxatga olish natijalari qanaqa raqam bo'lishidan qat'iy nazar o'sha mamlakatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan farmonga muvofiq birinchi dastlabki ma'lumot 2026-yil 1-iyulga qadar, keyingi ma'lumotlar bosqichma yakuniy ma'lumotlar 2027-yilda e'lon qilinishi nazarda tutilgan. Bu ayni shu siz aytayotgan savolda bu kutilgan, kutilmagan degan bizada tushunchalar mavjud emas. Ya'ni bizda asosiy vazifamiz, ya'ni statistika idoralarining asosiy vazifasi bu iqtisodiyotga ko'zgu tutish, ya'ni bugungi kundagi mamlakatdagi ijtimoiy, iqtisodiy ahvol, undan tashqari qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan mana shu savolnomada ko'rsatilgan masalalarni
aniq o'sha va to'g'ri sifatli ma'lumotlarni ko'rsatib berish. Va mana shu savolnomada ham mutaxassislar kerakda, qaysi savolni olamiz, qaysi savolni olmaymiz. Mana shu mutaxassislar shtabi ham faoliyat yuritganmi mana shu deylik savolnomalarni e'lon qilishda xalqqa? Kimdan eshitamiz? Albatta bu boshida aytib o'tildi, 2019-yildan buyon bu jarayonga demak biz tayyorgarlik ko'rib kelmoqdamiz. Savolnomani tuzishda O'zbekistondagi mahalliy mutaxassislarning bir qatorda xalqaro tashkilotlarning xorijiy ekspertlari jalb qilingan. Ya'ni o'sha aholiga tegishli bevosita shug'ullanadigan Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholi sog'liqni jamg'armasi hamda qishloq xo'jaligiga tegishli FAO tashkiloti bor. Demak, ikkita tashkilotning maxsus tayyorlangan mutaxassislari hamda mahalliy mutaxassislar birgalikda ushbu savolnoma, ya'ni 71 ta savoldan iborat savolnoma ishlab chiqilgan. Demak, bu hozirgi kunda 71 ta. Bu ishlab chiqilgan paytda 300 dan ziyod savol bo'lgan. Bu ushbu savollarni biz o'sha sinov tariqasida ro'yxatga o'tkazish jarayonida ham sinab ko'rdik yoki boshqa jarayonda sinab ko'rib, demak aholining fikrlari yoki o'sha ekspertlarning fikrlari, mahalliy ekspertlarning o'zimizning o'sha mutaxassislarning, professorlarning tavsiya fikrlaridan kelib chiqib, demak eng muhim savollar, asosiy savollar qoldirilgan. Va yana bitta savolim bordi. Mana shu aholini ro'yxatga olish jarayonlari investorlarga ham nima desam bo'ladi, qiziqtiradi-da. Jarayon qanaqa, ichki muhit qanaqa, ya'ni u yerda bozor raqobati qanaqa, biznes muhitlari bilan tanish jarayonlari qanday bo'lishi mumkin degan, ularda ham bir haqli savollar bo'lishi mumkin. Bu investorlarga qanday ta'sir o'tkazadi? Albatta, ro'yxatga olish jarayonlari biznes muhiti nuqtai nazaridan ham juda muhim. Negaki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan o'sha rasman tan olingan, ro'yxatga olish jarayonlari rasman tan olingan deb qayd etilgan davlatlarni, oxirgi davlatlarni investorlar ko'rib, kuzatib borishadi. Ya'ni o'sha ro'yxatga olish natijasida qanday ma'lumotlar kelib chiqishi aynan yirik investorlar uchun juda muhim hisoblanadi. Nimaga deganda, oddiy misol bilan aytadigan bo'lsak, mana bizdagi savolnomada ham demak, qaysi hududda, qaysi kasbdagi insonlar bor. O'sha ishsizlar masalasi, kasbga oid savollarga javob topiladi yoki umuman olganda resurslar masalasi ham bor. Qishloq xo'jaligi bo'yicha qaysi hududda qancha mahsulot yetishtirilishi, o'sha imkoniyatdan kelib chiqib, o'sha hududga ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish mumkin. Demak, bu o'sha tadbirkorlik subyektlari, biznes muhiti nuqtai nazaridan ham muhim ma'lumotlar bazasi shakllanadi ushbu tadbir jarayonida. Rahmat. Mani mahalladan kelgan vakilimizga savolim bor. Deylik, mahallamizda nogironligi bo'lgan shaxslar bo'lishi mumkin va qandaydir turli xil ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam bo'lishi mumkin. Mana shularni ro'yxatga olish jarayonlarini sizlar qanday amalga oshirasizlar? Mana boshida o'zinglar borib o'tkazib berasizlarmi? Nima bo'ladi? Boshida ta'kidlab o'tganimizdek, mahalla yettiligi bunga tayyorlangan. Mana siz aytayotgandek nogironligi yo uydan ko'chaga chiqa olmaydigan qariyalari bo'lganlarga albatta mahalladan xodim boradi. Mahalla yettiligidan bittasi boradi. U borganda mahallani shu qariya otaxon bo'lsin yo nogiron bo'lsin tanimay ham qolar, boshqa qilar. Buni aytib o'tishganini nima qilib bejiga bor ularni. Shu ro'yxatga oluvchi shaxs shu familiya ismi shariflari bilan tagida QR kodlar bilan qilingan. U borib birinchi bo'lib assalomu alaykumdan boshlasa o'zini tanishtiradi. Assalomu alaykum, men mahalladan keldim, men palonchi bo'lishdim. Aytaylik, ijtimoiy xodim yoki bo'lmasam hokim yordamchisi yo boshqa bir nimasi. Men palonchiman. Hozir xabaringiz bor, shunaqa qishloq xo'jaligi aholini ro'yxatga olish ishlari olib borilyapti deganni o'zida bu odamlar hozir bilib bo'ladi. Bu nima deydi, tashviqot ishlari oldindan olib borilgan odamlarga. Mahallada mana hozir gapirib o'tdilar 83 qancha foiz deb. Bizning mahallamizda shu onlayn ovoz berish 70% dan baland bo'ldi. 70% dan baland bo'ldi degani u bizani juda og'irimizni yengil qildi. Bir 30% dan kamroq bilan ishlashimiz kerak bo'lsa, shuning ichida ba'zi birlar siz aytgan toifa vakillari. O'shalarniki albatta borib o'tirib oilasini biladigan, mana otasi, onasi, bular kim bor, o'shalar o'tirib bular hali nimasiga kiritganda kerak bo'lsa bolasini ham o'sha yerda o'zida chiqarib turadi. Men bu kim? Yo buni uzatib yuborganman, yo qolib ketganman deb aytadi u. Meni uzatib yuborganman, boshqa joyda yashaydi deb aytadi. Boshqa joyda yashaydi, boshqa joydan o'tadi. Biz o'zimizda borin bu hisob kitobimizni qilib olishga mahallaga ham juda ham katta yordam berdi. Mahallamizda haqiqiy o'zi mana oldindan ham bo'lgan, mana pasportni rejim qilganmiz, boshqa qilganmiz, odamlarni sanab bo'lib qilganmiz. Qancha odamimiz borligini bilib olasiz-da. Hali aytayotgan nogironlarimiz ham o'zi qachon kelar ekan deb poylab turib o'tkazib oldi bizda. Bizda masalan o'tkazib oldik to'g'risi. Men uni bekita degan nimam yo'q. Borib qachon kelar ekan? Palonchinikiga kelibdi, bizaniki nimaga kirmadi? Endi vaqti yetmay qolgandir, boshqa bo'lgandir. Bu yoqqa kelibdi, bu yoqqa nega kirmadi deb xodimlarimiz talasham bo'lib qoldi.
Shunaqa bo'ladi deb men kutmagan edim o'zi. Buni qanaqa qilib qabul qiladi odamlar deb. Endi baribir sholi ko'rmaysiz bo'lmaydi. Har xil qish savollar beradigan odamlar ham chiqib qoladi ichidan. O'zi senga kerakmi? Nima qilib yuribsan? Men senga aytishim kerakmi deydiganlar bor. Ularga nechog'li qattiq gapirmasdan yaxshi gapirib, chiroyli tushuntirib, siyosat qanday yurayotgani, bu nimaga kerakligini. Yana bir narsaga alohida e'tibor qarataylik. Demak, sensus.stat.uz platformasini ishlab chiqish jarayonida biz bu savollarga yechim topganmiz. Ya'ni nogironligi bo'lgan shaxslar yoki masalan bir oiladan bir kishi, bir xonadonda yashab turgan jami oila tarkibidan bir kishi butun oilasi bo'yicha ma'lumotlarni bir o'zi kirsa bo'ladigan tizim yaratilgan va bundan tashqari savolnomani shakllari bor. Demak, maxsus xonadonda nechta xo'jalik istiqomat qilishidan qat'iy nazar. Albatta. Masalan, bitta hovlida 3 ta xo'jalik yashaydi. Unda 5 ta yoki 6 ta oila yashaydi. O'sha oila haqida, 5 ta 6 ta oila haqida yoki boshqa xo'jaliklar haqida bir kishi savolnomani to'ldirish imkoniyati yaratilgan. Va bundan tashqari hozir bitta narsa aniqlik kiritib ketaylik. Agar vaqtincha boshqa hududda ishlayotgan fuqaro qaysi joydan ro'yxatdan o'tadi? Yoki uni o'rniga o'tkazib qo'yishadi? Yo'q. Bu o'sha aynan yashash hududi bo'yicha o'tadi. Masalan, oxirgi 6 oy mobaynida boshqa hududda yashayotgan bo'lsa, deylik studentmi yoki ishlash uchun kelgan boshqa bir kishi doimiy yashash joyida emas, boshqa bir hududda, qarindoshini uyida bo'lishi mumkin yoki umumiy ijarada yashayotgan bo'lishligi mumkin. Bu o'sha hudud bo'yicha ro'yxatdan o'tadi. Nima uchun aynan o'sha hudud deyilayotgan sababi, o'sha hududda u yashab istiqomat qilib o'sha hududda infratuzilmasidan foydalanyapti, resurslardan foydalanyapti. Shu nuqtai nazardan ham aynan yashab turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tish kerak bo'ladi. Rahmat. Mana biza maqsadlarini o'rganib chiqdik hozir. U nimalarga sabab bo'lishi, biz nimalar kutayotganligimizni bildik. Real natijalarni qachon ko'rishlari mumkin aholimiz? Bu real natijalarni baholash, belgilash bu ro'yxatga olish natijasida to'plangan, shakllangan ma'lumotlarga bog'liq. Ya'ni shu ma'lumotlar asosida davlat, hukumat kelgusi 10 yillikdagi qarorlarni rejalashtirishda, ya'ni misol uchun davlat dasturlarini ishlab chiqish mumkin yoki mahalliy hokimliklar o'zlarini o'sha ma'lum bir hududdagi rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqishda aynan mana shu ma'lumot manbalaridan foydalanadi. Shu ma'lumotlarga asoslanib kelgusi qarorlarni qabul qilish belgilanadi. Bizda yana bitta murojaat botimizga kelib tushgan savollar bor edi. Shu bo'yicha savol bermoqchiman. Bizda harbiy xizmatchilar va ma'lum bir ma'noda shaxs siri saqlanishini xohlagan davlat organ xodimlari bor. O'shani aytmoqchi edim, to'xtatib qo'ydinglar. Maxsus shakl demoqchi edim. Gapiring endi, siz ham gapiring. Ular qanday ro'yxatdan o'tadi? Albatta, bu jarayonda boshida aytib pasportga ham olib o'tildi. qo'yiladi, chetga chiqib ketmaslik uchun. Ma'lumotlarni xavfsizligi kafolatlanadi deyildi. Shu jarayonda endi bizda albatta ma'lum bir xavfsizlik talablariga javob berish bo'yicha u ham hisobga olingan holda savolnoma shundan kelib chiqib tuzilgan. Ya'ni har bir shaxsni uni kimligi, harbiymi yoki boshqa tashkilotlar u bo'yicha ma'lumot olish imkoniyati mavjud emas. Savolni o'zidan ham e'tibor bergan bo'lsanglar, savolni o'qib chiqsanglar, uni harbiyligini bilish imkoniyati mavjud emas. U oddiy fuqaro sifatida O'zbekiston Respublikasida yashovchi shaxs sifatida o'tib ketadi. Uni savolnomadan kelib chiqib, uni harbiyligini bilish imkoniyati mavjud emas. Endi ish joyi degan joylarda ham shuni o'tib ketadi. Demak, unda ish joyi degan joy mavjud emas, faqat sizning daromad manbaingiz deganda, misol uchun ish haqidan daromad bo'lishi mumkin yoki tadbirkorlikdan bo'lishi mumkin yoki o'sha nafaqadan bo'lishi mumkin. Bu savollarga javob berish orqali uni harbiyligiga boshqa anaqaligi bilish imkoniyati mavjud emas. Albatta, ma'lumotlar xavfsizligi ta'minlanadi. Asosiysi ularning kimligi, har bir shaxsning kimligi, harbiyligini bilish imkoniyati mavjud emas savolnomadan kelib chiqib. Demak, yuqorida aytilgandek o'sha nogironlik bo'lgan shaxslar yoki maxsus toifa shakli ham bor edi. Bunda demak, alohida maxsus zonalarda ishlaydigan, masalan, deylik bunga harbiy xizmatda o'tayotganlar bo'lishi mumkin. Xavfsizlik xizmat xodimlari. Va bundan tashqari yana qo'shimcha o'sha qamoqxonalarda, hibsxonalarda saqlanayotganlar bo'lishi mumkin yoki 5-6 oylab mobaynida sog'liqni saqlash muassasalarida, ya'ni kasalxonalarda yoki shifoxonalarda yotganlar bo'lishi mumkin yoki alohida nogironligi bo'lgan fuqarolar uchun yaratilgan joylarda bo'lishi mumkin va mana shu alohida maxsus savolnomada alohida ya'ni maxsus toifa uchun ham bu savolnomani to'ldirish belgilangan edi va ular uchun alohida bu jarayon bo'lgan. Bunda o'sha maxsus toifada demak nogironligi bo'lgan shaxs bo'ladigan bo'lsa yoki kasalxonada yotgan deylik o'sha bemor bo'ladigan bo'lsa, o'sha hududga alohida mas'ullar biriktirildi. Ular alohida oldindan o'qitildi, jarayonga tayyorgarchilik ko'rildi. Ya'ni misol uchun hibsxonalarda saqlanayotgan mahbuslar uchun o'sha hibsxonadagi mas'ul mutasaddilardan qanchadir qismini demak biz oldindan o'qitib platformaga kiritish bo'yicha ma'lumotlarni
o'rgatdik va shundan kelib chiqib ular alohida maxsus toifa ro'yxatga olindi. Odamlarimizda xavotirli ba'zi fikrlar ham bor. Ya'ni agar ro'yxatdan o'tmasam o'sha inspektor eshigimga keladi va yoki o'sha menga tegishli bo'lgan hududlar olib qo'yiladi degan fikrlar ham aholimiz orasida yo'q emas. Bunga qanday javob bera olasizlar? Ro'yxatga olish jarayonida ro'yxatdan o'tish, ro'yxatdan o'tkazish bu ixtiyoriy jarayon hamda tekin bepul jarayon hisoblanadi. Bu hech bir fuqaroni majburlab o'tkaziladigan jarayon emas. Bu jarayonda mana yuqorida bir necha marta takrorlab o'tildi. Bu jarayonda qatnashni o'zi birinchidan o'sha konstitutsiyaviy burchimizni ado etamiz, ya'ni fuqarolik pozitsiyamizni bildiramiz. Birinchi tomoni. Ikkinchi tomoni, bu bugun berilayotgan ma'lumotlar ertaga bizni o'zimizni hayotimizga yoki farzandlarimizni hayotiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir etuvchi omil bo'lganligi sababli ham qatnashishlari maqsadga muvofiq hisoblanadi. Lekin jarayon davomida kimdir o'sha fuqarolarni qo'rqitishi, majburlashi yoki qanaqadir choralar ko'rish bilan ularga tahdid qilishi mumkin emas. Bu ro'yxatga olish qonunchiligiga zid. O'sha amaldagi ro'yxatga olish qonunchiligiga zid hisoblanadi. Rahmat. Xulosaviy fikringlarni aytsangiz biz yakunlaymiz. Demak, ayni kunlarda mamlakatimizda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirining ikkinchi bosqichi davom etmoqda. Bu jarayon 28-fevralgacha davom etadi. Hurmatli yurtdoshlarimizdan shuni so'raymizki, o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni bugun siz to'g'ri berishingizni, to'liq berishingizni, chunki ertangi qarorlar qabul qilishda aynan siz bergan ma'lumotlar muhim asos bo'lib, muhim manba bo'lib xizmat qilishini inobatga olishingizni so'raymiz va shu uchun ro'yxatga olish jarayonlarida faol ishtirok etishingizni, ayrim xonadonlarga ro'yxatga oluvchilar tomonidan bizga shunaqa savollar, murojaatlar kelyapti. Xonadonga borganda xonadon eshiklarini ochmasliklar yoki xonadondan o'sha xonadon sohiblarini topish qiyin bo'layotgan holatlar ham yuzaga kelmoqda. Ushbu holatlarda ham hurmatli fuqarolar o'zingiz mahalla vakillariga murojaat qilib, o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni ro'yxatga olish jarayonlarida bemalol qo'rqmasdan berishingizni va siz bergan ma'lumotlar hech qanday boshqa idoralarga yoki soliq va boshqa tizim tashkilotlariga berilmasligi qonun bilan kafolatlangan. Rahmat hammaga. Ro'yxatga olish bu oddiy hisob-kitob emas, ertangi kun xaritasi. Keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Bugun biz dasturimizdan o'rin olgan mavzu muhokamasiga xolisona yondashdik. Tanlangan mavzu qancha ko'p odamga taalluqli bo'lsa, uning dolzarbligi shuncha ortadi. Yoshlar telekanalidan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.